Resmga aydanman, katta inspektorman. Leytenant Normamat. Ismim Shoqroq. Qoidabuzarligi bor haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiryapman, lekin ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishga xalaqit berganligi uchun sizlardan yordam kuchi chaqirdim. Yo'q, bo'ldi, yozganlari yo'q. Aka, bo'ldi, keldilar. Qo'lingizni olib turing deyapman. Bo'ldi, keldilar, o'zlari Shuning uchun chaqirdim ham xodimlar, tushundingizmi? Yo'q, xo'p, o'zlari keldilar-da. O'zlari kelsa, o'zlari kelsin. Inspektor mana hozir tushuntiriryapman akaga. Aka, yozmay turing, iltimos deyapman. Qo'lingizni olib turing deyapman. Iltimos, otam borlar-da. Otam boshqa kelsalar, o'zlari Qo'lingizni olib turasizmi? Ha, men o'zim boshqarib keldim. Hozir dadam telefon qilib, men kelyapman. Yo'q, dadangiz bilan gaplashishga majbur emasman, tushundingizmi? Siz xo'p kelsinlar, gaplashing. Yo'lovchi bilan yoki mashinangiz ichidagi boshqa shaxs bilan gaplash. Men faqat haydovchiga tushuntiraman. Tushunmagan joylar. Xo'p, dadam o'zlari keldilar. Majburiyatda shu turibdi. Men telefondan gaplashsin, qo'yib olsin degan joyi yo'q. Qo'lingizni olib turing. Qo'lingizni olib turasizmi? 89 50 40 98 ga. Qo'lingizni olib turasizmi? Ha. Adres kelmaguncha protokol qilib bo'lmaydi. Adres kelsin kutamiz, mayli. U qarshilik ko'rsatadi. Yetib qo'yadi. Bilmayman. Matbuotlarga ketdimi? Sado. Endi yo'q ishlaydi. Anvar aka deyaptilar-ku. Kunduzingiz adresini Onu ham oling, telefonni ham oling. Agar siz matbuotdan desa to'g'rilaydi. Bu nomeri ham yarim soatdan Telefonu kime kere oluyor? Hozir endi kattasini yeb qo'ydi birinchiga.
Nima shahar bedor bo'ldimi? O'zbekiston respublikaga boshqa hamma ko'radi. jonli efirda qo'yilyapti. Yo'lni olib chiqarib olinglar. Keling, hurmatli haydovchi. Telefon nomeringiz bormi? Talabamiz. 922 vasafa. Cobalt. Telefonim geliyor öyle. Material Men videoda syomka qilayotganmiz ham. O'zi telefoni nima bo'lsa kerak? Tiniq ketyapti. Oxirgi achishuvda turibdi. Aka, Evis oldamizda. Evsda oldidamiz Evs. Zaporsi bo'larmikan? Ular belinglar. Xizmatga xalaqit bermaslik holda kerak. Ma'muriy bayonot rasmiylashtirilgan inspektor bo'lib gapiryapmiz. Malaka bo'shdamda. Setda. Malaka ko'rishib bormoqchi. Обучение. Amela akala. Lutfladim muxlislaringiz. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin aka hammamizdan. Aka ichimlikda gapim. Jamoatchilik nazoratida ketyapti. Nima? TikTokmi, Instagrammi? Telegram chat. Mashina olib turasiz. Ertaga TikTokdan ko'rasan. Jamoatchilik nazorati. Çağırsın. Zarar tugaygan. Men. Amandir doktor kelmab kelganmiz. Tegana. Bana nomi bilan tanishsiz. Ha, tanirovga qanday? İtirazım yok. İtiraz var mı yok? Yok. Kaya, paket. Yok, bağlı. Evakuator. Xizmatchi Haksabekov mas'ul mas'ul. Ana, aka birlikda. Bu akaga ishon.
Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan avtomashina evakuator yordamida ta'lim maydonchasiga qo'yiladi, hurmatli haydovchi. Nima deb o'ylaysiz, hurmatli tomoshabin? Nima uchun protokol yozildi? Nega yuqori mansabdor shaxsning o'g'li qo'yib yuborilmadi? Video onlayn translyatsiya bo'layotgani uchunmi? Balkim shu xodim rostgo'y xodimdir. Balkim tanish-bilish va korrupsiyaga umuman yo'l qo'ymaydigan chestniy xodimdir. Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Videoni ko'proq odamlar ko'rishi va yuqoridagilarga yetib borishi uchun like tugmasini bosing. YouTube kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Ha, aytgancha, zamnachalnikka Anvar akaga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanibdi ekan. Sog' va salomat bo'ling. Assalomu alaykum.